Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz jamoamiz bilan bir 50 ga yaqin mehrga muhtoj, ko'ngli yarim, qalbi o'ksuk, kerak bo'lsa bularning ichida bir qanchalarini uylari yo'q oilalarda nimaga taklif qildik? Chiroyli bo'lib bir mehmondorchilik qilib, to'g'risi turli xil taomlanamiz, turli xil mehmondorchiliklarga boramiz. Bularni ham kimdir mehmon qilish kerak-ku. Bularni ham kimdir xursand qilish kerak-ku. Albatta bu xursandchiliklarga, bularning mehmondorchiligiga siz ko'rib turgan azizlar inshaalloh sababsizlar. Allohning izni bilan jamoamiz bilan biz xudo xohlasa xizmat qilamiz. Kirsakda bir ajoyib joy ochilibdi Kirgilikda, Dvoresda. Do'stlik uyini yonida ochilgan. Biz faqat taklif qilishimizdan ham maqsad qassoblari ham shu o'zlaridan ekan. Halol pok, hamma narsalar bir xotirjam bir taomlansa bo'ladigan. Endi halol pok deganda boshqa joyda biz hali haromga chiqarib qo'yganimiz yo'q. Go'shtlarni ham hozir o'zlari so'yib, hamma narsa ishonchli bo'lganligi uchun biz bu joyda tanladik. Juda ko'p joylarda bunaqa onalarni, bolalarni mehmon qilganmiz. Hozirda yangi ochilgani uchun bir ajoyib bir atmosfera deydimi? Shunaqa chiroyli ekan. Bolalar ham shunaqa joyda bir ovqatlanib, bir mazza qilib o'ynasin. Aslida shular haqli. Shuning uchun biz jamoamiz bilan shu joy tanladik. Ketdik, kirsakda bularni tezroq mehmon qilib, bir xursandchiliklarga inshaalloh sabab bo'lsak. Kuzatib turinglar, xizmatlarni davom etamiz. Ketdik. Shunaqa chiroyli joylarga olib kelinglar. O'g'lingizmi? Aylanib Qani kelaylar. Bismillah. Voy mashalloh. Mana qaranglar. Voy mashalloh. Joylarni qaranglar do'stlar. Qani? Qo'llarni yuboramiz. Ha, bolajonlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlar? Opa, kelyapsizlarmi? Do'stlar, shunaqa chiroyli tayyorgarlik bo'ldiki, haqlik, haqiqiy mehmonlar, shu bolajonlar. Hozir bir narsa ko'rsataman. Kechi, baqa kechi. Qalaysan? Yaxshi. Buni tanimagan odam bo'lmasa kerak, ha? Mashalloh. Keyin tushuntirib beraman. Bolajonlar o'rnashib oldingmi? Yoqimli ishtaha, bemalol uyatmasdan taomlanaveramiz, ha? Xo'pmi? Sog' bo'linglar, qani? Yoqimli ishtaha. Bismillah. Mana nonlar ham kelishdi boshladi. Hojiga bir bolajonlardan so'rasak, qanaqa shashli ishadi, ha? To'g'ri. Bularni o'sha ko'ngildagi narsalarni olib bersak. Bugun shularni mehmon qilsak, qanday bo'lsa-ki xursandchiliklarga sabab bo'lsak, ha? Ketibdi so'raylik qani nima? Bolajonlar, qanaqa shashli aytaylik? Kim qanaqa shashlaydi? Bugun faqat shashlikxo'rlik qilamiz. Uyatish yo'q. Nechtadan bo'lsa aytamiz. Aytinglar. Hammasi odobli bolalar jim turishibdi. Nechta mana? To'xta, nimadan boshlashimiz kerak? Qani, hozir. Serkubay. Ha, ana shundan. Nechta shashlik? Ayt. 3 ekan. 3 ta ekan. Hozirchalik 3 ta. Xo'p. Qanaqa shashlik? Qiyma shashlikmi yoki kuskavoy shashlikmizmi? Qiyma shashliksizmi, kuskavoysizmi? Qiymami? Bo'ldi, bu bola ham qiyma ekan. Qiymami? Qiymami hammaga? Bo'ldi. Bularga hammaga qiyma ekan. Sizlarga ham qiyma aytaveramiz, boshona? Ha? Bo'ldi. Sizlarga qanaqa shashlik aytamiz? Olibjon, qanaqa shashliksan, bolam? Ha? Qiymami? Bo'ldi. Qiyma shashlik. Xo'p. O'sha deyarli hammaga sizlarga ham qiyma yevorasizlarmi? Bo'ldi. Olibjon, yaxshi o'tiribsanmi? Mana xotirjam o'tirib olgina. Menga qara. Shashlik qachon yeding, to'g'risini ayt. Qancha bo'ldi yeganiga? Kim olib bergan? Qachon olib berishdi? Bilmaysanmi? Qachon yeganingni bilmadingmi shashlik? Ha? Ay, mashalloh. Yig'lamayapman. Bu Olibjon meni o'g'lim-a bu, ha? Meni o'g'lim bu Olibjon.
Do'stlar, ozgina bo'lsa ham bolalar yolg'izligini unutsa, ichi xursandchiligiga sabab bo'laylik deb bugun jamoamiz bilan bu bolajonlar mehmon yopganmiz. Ozgina bo'lsa-da otasizligini unutsa. Narsalarimiz ortib yotibdi bolajonlar, bunaqa xursand, mazza qilib o'ynab, taomlanib xursand bo'lishyapti. Shu borada bir narsani aytaman. Ularning xursandchiligiga kim nima hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda xursand qilib qo'ysin. Mazalilar, lazzat qilishlarini qaranglar. Saidkamol necha yoshda edi? 4 ga kiradi. 4 ga kiradi. Saidkamol, to'ying bo'lganmi? Ha? Bo'lmagan. To'yi bo'lmagan. Sanandaqa to'ying bo'lmaganmi? Yo'q. Bo'lmagan? Yo'q. Onam yana to'y bo'lgan. Qanaqa to'y bo'lgan? Oddiy to'y. Oddiy to'y? Ha, to'yga borganmisan? Ha, o'zing to'ying bo'lmaganmi? Yo'q. Yo'q. Bo'lmagan ekan. Xo'p, endi bo'lmasa biz Saidkamolni to'yini qilib bersak. Ko'rganlaringizdek, bu oilani o'zlaringizga havola qilganmiz. Xudo xolasa, Saidkamolni biz menga qaragin. To'yini zo'r qilib qilaylikmi? Velosipedlar olib beraylikmi to'yingda? Ha? Bo'ldi, qani bitta obunachilarimizga yuzlanamiz. Nima deysizlar, shu bolajonlarimizdan bir qanchalari bor. Shunaqa to'ylari bo'lmagan. Shularni bir xursandchiliklariga sabab bo'lamizmi inshaalloh? Kutib qolamiz kommentariyada fikrlaringiz. Biz bo'lmasa bu bolajon to'yini qilib beramiz. Xudo uylar bersin ilohim. Hech bir shu jichcha bo'lsa ham xursandchiligiga sabab bo'laylik. Biz ehsonni ertaga qilamiz, keyinroq qilamiz deb o'ylab qolamiz. Bu keyinroq qilishga biz nasib qiladimi, qilmaydimi? Shuning uchun imkoniyat borida foydalanaylik. Biz kelishdik-a, Saidkamolni Xudo xolasa to'yini qilamiz. Faqat obunachilarimiz kommentariyada bitta fikrlaringizni kutamiz. Xo'p. Ketamizmi bolajonlar? Ha? Baqa kelinglar-chi. Kelinglar-chi. Kelinglar. Ular qaranglar, shirindan shirin qizaloqlarim, ha? Shirindan shirin bolajonlarim. Hammasi meni bolalarim shular, ha? Yana bunaqalardan bir nechta bor hozir. Qalay bo'ldi hozir? Yaxshi bo'ldimi? Ha? Maza qilib o'ynadingmi? Vah, mana unisini qaranglar. Shirinligini qaranglar. Ey onam, menga qarang. Qalay bo'ldi, zo'rmi? Ha? O'ynadingmi maza qilib? Ha? Ey, aqa kechi. Ke. Oribjon kelsana. Ke bo'l Oribjon, birga turamiz. Mana Oribjon, qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi? Shashliklar yedingmi? Ha? Nechta shashlik yeding? 2 tami? Qorning to'ydimi? Qani urib ko'ramiz, pishdimi ekan? Pishibdi. To'yibdi qorini. Bu juda katta narsa, qarang. Shu bugungilik xursandchiligiga sabab bo'lgan Zarqand Catering jamoasiga kattadan katta rahmat.
Biz hozir mana shunaqa chiroyli joylarda, bolajonlarda mehmon qilishlikka Alloh taolo bizni sababchi qildi. Aslida bu xursandchilikni sababchisi bir opamiz bo'lishlari kerak edi. Xudo xolasa yana davomiy qilsin. Biz o'sha niyatda kelgan edik. Zarqand Catering jamoasi. Bu bolajonlarda hozir hamma shu nimalarini, to'lovlarni qilib ketibdilar. Shunaqa insonlar bor, qarang. Nima bo'lsa-ki olib ketaylik, oxiratga olib ketaylik deb harakat qilishadi. Shuncha bolalarning xursandchiligiga kim sabab bo'lgan bo'lsa, kim bu bolajonlarni taomlantirgan bo'lsa, bu onalarni Alloh taolo jannatda taomlantirsin. Bu dunyo, u dunyo Alloh taolo xursand qilib qo'ysin. Xursand bo'ldilaringizmi? Mazza qildik-a? Men ham o'ynab yordim, men sizlar bilan birga. Xudo xolasa endi bir katta to'y qilamiz. Bu bolajonlarni bir 50 nafariga inshaalloh niyat qilib turibmiz. Shunaqa otasiz mehrga muhtoj bolajonlarimiz to'ylari bo'lmagan, bir qanchalarning uylari yo'q. Xudodan so'raylik, harakat qilaylik, duo qilaylik. Bitta shular uyli bo'lsin, bu bolajonlar xursand bo'lsin deganlar. Kuchingiz bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Boshqa ko'p gapirmaymiz. Kuchingiz bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Shular uyli bo'lib, bular xursand bo'lsin, to'ylari bo'lsin, shularda xizmat qilaman deganlar kuchi borlar bitta like bosib qo'ying. Sog' bo'linglar. Ketamizmi endi? Ular hammalarini o'z uylariga Xudo xolasa yetkazib qo'yamiz, ha? Xursandmisizlar ish qilib? Onajon endi duo qilib berasiz. Bizga keyin yana qaytamiz, ha? Qali ekan shashliklari. Zo'rmi? Zo'r mehmon qilib qo'yishdi. Bu hozir yangi ochilgan joy ekan. Biz yaxshi narsalarga ilinishimiz kerak. To'g'risi go'shtlarni ham o'zlari so'yib, ovqatlarni hamma nimalarni shunaqa chiroyli holatda tashkillab o'zlari bilan tayyorlashar ekan. Xudo rozi bo'lsin. Biz o'zimiz ham maza qildik hozir. Ha, onajon, bitta chiroyli holatda mehmon qilishdi. Bir duo qilsangiz. Shu himmat qilgan, xizmat qilgan hamma. Allohim o'zingga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Parvardigorim Allohim bizni shunaqa shirin taomlar bilan taomlantirgan shu oshxonamizda katta kichik tashkilotchilariga, shu nimalarga bosh-qosh bo'lib yurgan Marg'ilon Sohotini bolalari boshchiligida Azamjon, qolaversa shu jamoatdagi barcha bolalarimni ham tanjonlari sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodatlarni bersin. Alhamdulillah robbil alamin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Rahmat azam. Sog' bo'linglar. Ay maşallah. Mana bunda to'g'risi xursandchiligiga hech nimani tenglashtirmaymiz. Bugun bir nechta oila bolajonlarni, onajonlarni xursandchiligiga sabab bo'lgan, bularga xizmat qilgan hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bolajonlarimiz bugun qayerda mehmon bo'lishdi? Kirgilida yangi ochilgan Marmet kafesi. Manzilda aytib o'taylik, ilinamiz, shunaqa zo'r taomlar tayyorlashar ekan. Go'shtlarni o'zlari so'yib, shashliklari deysizmi, ovqatlarini bir oilaviy kelsangiz ham shunaqa chiroyli bir atmosferalar qilib qo'yishibdi. Albatta manzil so'raydiganlar bo'ladi. Eski nomi Dvares, hozirda yangi ismi Do'stlik uyi yonida joylashgan Marmet kafesi. Shunaqamidi? Biz to'g'risi qalay bo'ldi? Zo'r ekan. Ovqatlari ham zo'r ekan-a? Mazza qildik-a? Hammani oilaviy taklif qilib qolamiz. Kelinglar, mazza qilib bola chaqalaringiz bilan o'tirib mehmon bo'lib ketinglar. Hech ozgina madaniy xordag'am qilishimiz kerak. Ozgina dam berishimiz kerak ekan. Mana bolajonlarimiz hammalari xursand, chiroyli holatda qaytyapmiz. Ketdikmi? Ha. Ketdik. Rahmat hammalaringizga. Sog' bo'linglar. Ketdik.